Assalomu alaykum. Bismillah valhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Bu hikoya ajoyib bir yigit tomonidan rivoyat qilinadi. Uning ismi Ali. Ali 20 yoshlar atrofida. Uning 4 nafar ukasi bor. Ularning barchasi mayitlarni yuvadigan joyda ishlaydi. Bu ularning kasbi. Ularga bu ish otalardan meros qolgan. Ota esa bu ishni bobolardan meros qilib olgan. Bu ularning oilasida davom etib kelayotgan bir an'ana. Shunday qilib hikoyani Ali so'zlab bermoqda. Ali shunday deydi: Men mayitlarni yuvadigan joyda, ya'ni mag'salada yashayman. Bu joy shu qadar zerikarli, shu qadar qorong'uki, bu yerda hech qanday nurni ko'rmaysiz. Agar ichiga 100 ta chiroq qo'ysangiz ham baribir qorong'ulikni his qilasiz. Men buni majozan aytyapman. Bu joyda qandaydir zulmat bor va men bu sohada ishlashni yoqtirmayman. Lekin bu ish bizga oilaviy meros. Go'yoki bu bizning oilaviy biznesdek. Albatta odamlar har qanday vaqtda o'z oilalari yoki yaqinlari vafot etganida marhumni olib kelishadi va bizga topshirishadi. Shunda biz ularni yuvintiramiz. Biz shu mag'zalaning o'zida uxlab yurardik. Biz 4 aka-ukamiz va navbatchiligimizga qarab almashib ishlaymiz. Bir kun bir ukam ishlaydi, ikkinchi kun boshqasi, uchinchi kun uchinchi ukam, shunday qilib navbat bilan almashib ishlaymiz. Shunday qilib maqsalada, ya'ni o'liklarni yuvintiradigan joyda ishlovchi Alini aytishicha, aniqrog'i 2018-yilda soat ertalabki 2:00 da eshik taqillaydi. Ali eshikni ochadi. Odamlar bir yosh yigitni olib kelishgan edi. Ular uni ichkariga, mayitlarni yuvintiradigan xonaga olib kirishadi. Uni tosh vannaxonaga qo'yishadi. Ali esa unga qaraydi va marhumni juda ham yosh yigit ekanligini ko'radi. U o'rta taxminan 30 yoshlarda edi. Yuzda mashalloh nur bor. Badanlari ham sog'lom ko'rinardi. Ali aytadi: "Yuvishni boshlashdan oldin men shuni xohlaymanki, marhumning oila a'zolaridan faqat bittasi ichkarida bo'lsin. Bittasi. Tajribaga ko'ra, yuvish jarayonida 2 yoki 3 kishidan ko'proq odamlarni ichkariga kiritib bo'lmaydi. Ba'zan g'assol yordamga muhtoj bo'ladi. Shuning uchun ulardan 1-2 kishi yordam berishi mumkin. Ammo bundan ortig'i halal beradi." Alini o'zi shunday deydi: "Tajribamga ko'ra men ichkariga faqat bitta odamni kiritaman. Nega? Chunki agar 2 yoki 3 kishi kirsa, ulardan biri yig'laydi, biri marhumni quchoqlashga urinadi, yana biri o'pmoqchi bo'ladi. Bularning barchasi meni chalg'itadi. Shuning uchun tajribaga tayangan holda har doim yonimda faqat bitta kishi bo'lishi kerak. Shunday ekan, ularga ham iltimos, qolganlaringiz tashqarida kutib turing. Maqsalaning tashqarisida, hammomning tashqarisida" dedim. Shunda birdaniga hamma tashqariga chiqdi va ichkarida hech kim qolmadi. Keyin men ham tashqariga chiqdim. Hech kimning qaytib kirganini ko'rmadim. Men asosiy eshikni, ya'ni katta eshikni qulfladim. So'ngra maqsalaga, ya'ni hammomning ichiga kirdim va uni ham eshigini qulfladim. Men hammom deb aytayotgan joy oddiy hammom emas, keng bir xona. Unda kafan, ya'ni o'ramlar bo'ladi. Xushbo'y atirlar bo'ladi. Kafur bo'ladi. Kafur bu marhumning tanasiga surtish uchun ishlatiladigan o'simlikdan olingan modda. Ular mushk, yana bir turdagi atirni ham ishlatishadi. Shuningdek, turli o'simliklar va boshqa materiallardan ham foydalanishadi. Xullas, yuvish uchun kerak bo'ladigan barcha narsalar o'sha hammomda bo'ladi. Shunday qilib Ali ichkariga kirib 2 eshikni ham qulflagandan so'ng u qo'liga qaychi oladi. Chunki marhumning kiyimlarini qirqib yechish kerak edi. Ali marhumning kiyimlarini kesib yechayotgan edi. Birdan u eshik oldida kimdir turganini ko'rib qoladi. O'sha kishi "Assalomu alaykum" deb salom beradi. Ali cho'chib ketadi. "Bu kim?"
u qanday qilib ichkariga kirdi? Ali "Va alaykum assalom. Siz kimsiz?" deb so'raydi. "Men uning amakivachchasiman. Biz qarindoshmiz. Ismim Husayn" deydi. Ali "Yaxshi" deydi. Shunda Husayn "Meni sizga yordam berishimga ruxsat berasizmi?" deydi. Ali esa "Ha, albatta, keling" deydi. U ichkariga kiradi va Alining yonida turadi. Ali esa qaychi bilan marhumning ko'ylagini kesishni davom ettirayotgan edi. Shunda Husayn, ya'ni ichkariga kirgan o'sha kishi, "Nega kiyimlarni qirqyapsiz?" deb so'raydi. Ali esa odatiy tarzda "Biz kiyimlarni shu tariqa kesib yechamiz, so'ng yuvintirishni boshlaymiz" deydi. Husayn "Ha, tushunarli" deydi va unga yordam berishda davom etadi. Shundan so'ng Ali yuvishni boshlaydi. Kiyimlarni kesadi. Husayn esa Aliga yordam beradi. "Iltimos qaychini bering, iltimos suvni bering, iltimos kafanni bering, kafurni bering, o'simlikni bering va boshqa kerakli narsalarni bering va hokazolarni bering" deydi. Xullas Husayn Aliga taxminan 15-20 daqiqa yoki undan ko'proq vaqt davomida yordam beradi. Mayitni yushayotgan paytda Husayn "Men uni so'nggi 2 kundan beri kutyapman" deydi. Shunda marhumni yuvayotgan Ali unga qarab "2 kundan beri kutyapman deysizmi?" Ali aslida Husaynning nima demoqchiligini tushunmadi. Xullas Ali yuvishni davom ettiradi. Biroz vaqt o'tib u payqaydiki, Husayn umuman yig'lamayapti. Qayg'usini ko'rsatmayapti ham. Shunda Ali qanday qilib uning amakivachchasi, ya'ni yaqin qarindoshi bunday holatda hech qanday qayg'uni his qilmasligi mumkin deb o'ylaydi. Xullas Ali Husaynga biror so'z demaydi, indamaydi. Uning aytishicha ishni davom ettirishadi, marhumni yuvishadi va Husayn unga har tomonlama yordam berib turadi. Shunday qilib, kafanni kiygizib bo'lganlaridan keyin, bilasizmi, o'sha odam Husayn to'satdan "Men tashqariga chiqib ketsam bo'ladimi?" deb so'raydi. Ali unga "Ha, albatta" deb javob beradi. So'ng Ali undan "Iltimos tashqariga chiqqaningizda oila a'zolarini ham chaqirib yuboring, chunki sunnatga ko'ra mayitning yuzi ochiq turadi va odamlar kirib uni o'pib, oxirgi bor ko'rib chiqishadi" deb iltimos qiladi. Husayn xonadan chiqib ketadi. Oradan qanchadir vaqt o'tadi. Ehtimol 5, 10, 15 daqiqa, lekin ichkariga hech kim kirmaydi. U yuvish xonasidan chiqib, tashqari eshikkacha boradi va qarasa, mahsala, ya'ni yuvish xonasining eshigi yopiq, qulflangan. Shunda o'ziga "Bu Husayn qayerga ketdi o'zi?" deydi-da, chapga o'ngga qaraydi. Hech kim yo'q. Birinchi eshikni ochadi, keyin ikkinchi eshikkacha boradi. U eshik ham qulflangan edi. Aytgancha yuvintirish davom etayotganda, Husayn Aliga yordam berib turganda, odamlar eshikni taqillatishadi. Yuvintirish davom etayotgan paytda shunda Husayn "Mayli, qo'yavering, hech qisi yo'q. Men shu yerdaman. Meni yordamim yetarli" deydi. Shuning uchun Ali eshikka parvo qilmaydi, chunki Husaynning yordami kifoya qilayotgan edi. Oxiri nima bo'ldi? U chiqib ketdi. Husayn tashqariga chiqib ketdi. Ali esa kutib o'tirardi. Taxminan 15 daqiqa hech kim ichkariga kirmaydi. U birinchi eshikka boradi. Birinchi eshik ichkaridan qulflangan, ikkinchisiga borsa unisi ham qulflangan bo'ladi. U eshikni ochadi. Oila a'zolaridan biri shunday deydi: "Nima bo'ldi ey shayx? Biz sizni kutyapmiz, ichkariga kiritmadingiz." Shayx javob beradi: "Ha, lekin ichkarida kimdir bor edi." "Ichkarida kim bor edi?" Ali aytadi: "Men marhumning qarindoshiman" dedi. "U menga yordam berdi" deydi. "Yo'q, bizdan hech kim sizga yordam bermadi, biz tashqarida edik." "Yo'q, menga kimdir yordam berdi. Uning ismi Husayn edi." "Husayn? Bizning oramizda Husayn yo'q-ku." "Ha, biroq menga kimdir yordam berdi. Iltimos kelinglar va marhumni ko'ringlar" deydi Ali. Ular ichkariga kirib marhumni o'pishadi, keyin "Sizga kim yordam berdi?" deb yana so'rashadi. Ali ularga "Yuvishimda menga bir kishi yordam berdi. Uning ismi Husayn edi. Bizning oramizda Husayn ismli hech kim yo'q." Shu payt ular orasidan bir qariya oldinga chiqadi va telefonini olib, bir suratni ko'rsatadi va "Siz mana bu odam haqida gapiryapsizmi? Shu odamga o'xshaydimi?" deb so'raydi. Ali telefonga qaraydi. "Ha, aynan shu, bu Husayn edi." Shunda hamma qotib qoladi. O'sha qariya shunday deydi: "Husayn 2 kun oldin vafot etgan. U bilan birga ikkalasi, Husayn ham bu ham mototsiklda ketayotgan edi. Ular avtohalokatga uchrashdi. Husayn voqea joyida vafot etdi. U esa komaga tushib qoldi. U komada 2 kuncha yotdi va 2 kundan so'ng u ham
vafot etdi. Ular bir-biriga juda yaqin edilar. Bir-birini juda yaxshi ko'rardilar. Keyin mana shu halokat sodir bo'ldi. Subhanalloh. Buni eshitganlarning barchasi hayratdan qotib turardi. Shu voqealardan keyin Ali aytadi: 4 hatto 5 yil davomida o'zimni yaxshi his qilmadim. Go'yoki ongim men bilan emasdek tuyulardi. Yaxshi uxla olmasdim. Shu zayilda hayot kechirdim toki bir shayx bilan uchrashmaguncha. U menga shunday dedi: "Xavotirlanmang, bu holat, bu ehtimol qorin bo'lishi mumkin. Qorin Alloh va Rasuli aytganidek, har bir odam bilan hamroh bo'ladigan jindir. U jin esa inson qiyofasiga kira olishi mumkin." Buning dalili ham bor. Chunki biz Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisni bilamiz. U baytul mol yoki zakatul fitr uchun ajratilgan molni qo'riqlayotgan bo'ladi. Shunda shayton keladi va shayton jindir. U inson qiyofasida keladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu uni ushlab oladi. Bu hadisdan ma'lumki, shayton yoki jin inson qiyofasiga kira oladi. O'sha shayx Aliga aytadi: "Bu shunday bo'lishi mumkin. Bilasiz, jinlarning yaxshisi ham yomoni ham bo'ladi. Alloh biladi, balki bu hamroh jin Husaynning qiyofasiga kirib, siz bilan uchrashib, yuvishga yordam berib ketgandir" deydi. Shundan so'ng Ali biroz yaxshilanadi, lekin hali ham hayrat va shok holatida edi. Chunki kimdir unga vannoxonada marhumni yuvintirishga yordam berdi va u insonlar orasidan emasdi. Alloh subhanahu va taolo bizni dinimizda doimo sobit bo'ladiganlar qatorida qilsin. O'sha shayx Aliga maslahat beradi: har doim Allohni eslab yuring. Doimo uni zikrida bo'ling. Oyatul kursiyni o'qing. Tong va kechki zikrlarni ado eting. Inshaalloh shu orqali siz har doim himoyalangan bo'lasiz. Allohdan bizni hamisha zikr qiladigan, o'zimizni himoya qiladigan va Alloh subhanahu va taologa doimo yaqinlashadigan insonlar qatorida qilishini so'raymiz. Inshaalloh kelgusi qismda turli hikoyalar haqida yana gaplashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.